Siz hech o'ylab ko'rganmisiz, hayotning asl ma'nosi nimada? Bu savolga yuqorida ko'rib turgan multfilmingiz javob beradi. Multfilm bosh qahramoni Jo Gardner, u oddiy maktabda musiqa o'qituvchisi, hayotda ko'p omadsizlikka uchragan bo'lsa-da, katta orzulari bor edi. Bir kuni u barga borib, mashhur qo'shiqchi Doratsiya Williams bilan uchrashadi. Jo pianino chalib beradi va Doratsiya Joga uning ijrosi juda ham yoqqanini aytadi. Shuning uchun bugun kechqurun soat 7 da barga kel deb tayinlaydi. Bu Jo uchun eng katta imkoniyat edi. Axir Jo orzusiga yetishiga atiga bir qadam qolgan edi-da, ammo uyiga ketayotganida u tasodifan kanalizatsiyaga tushib ketadi va o'lib qoladi. Jo o'zini ruhlar olamida topadi va abadiy yo'q bo'lishiga bir qadam qolganini tushunadi. Lekin u bunga tayyor emas edi. Axir u kechqurun soat 7 da barga borishi kerak edi-ku. Jo jon jahdi bilan bu ruhlar olamidan chiqib ketishga harakat qiladi. Bu multfilm shunchaki bolalar uchun emas, unda juda ham katta hayotiy ma'no bor. Har 15 daqiqada sizni chuqur o'ylantirib qo'yuvchi mana bunday dialoglarga duch kelasiz. O'g'lim orzu bilan qorin to'ymaydi. Qornim to'yishi shart emas. Gap karyerada ham emas. Bu hayotim mazmuni. Agar multfilmni to'liq ko'rmoqchi bo'lsangiz, uni mana bu yerda chiqib turgan Telegram kanalimga tashlab qo'ydim. Videoga like bosib qo'ying, profilımda bundan ham qiziqarli videolar to'la yotibdi.